Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qarşıma tutgan qatorchilar. Bugungi kunga 15 may 2025 yil biz No'qat ayına qarash Qayragoch aylandan yo'l boshlangan ekan. Şol yerga keldik. Motoqona qarangizlar. Yo'l boshlandi, Xudoga shukr. Mantep bu jog'ini ko'ladi. Chiqib o'tdi. O, mana yerda nima surib keldi. Buldozer tezda surib keldi. Qarangizlar. O yerga keldi. Bazı özüm atından can No'qat qarşıma tutgan amaldan çıkıp maşqa qo'ygan. Yo'l boshlandi. Vay, başka kommentler yazıp qo'yingizlar. Daha ko'rsatib turamiz bizchi. Bizga deberchi bo'lgan kompaniya bank kattaning razılık qilamiz. İşine iyilik. Allohimiz qo'l olsun. Bazılardan No'qat xabarchima tutgan Almatıdan, jana özümün atından terin razılık qilamiz. Do'stlarimizla bilan bölüşüp, like bosib kommentlar yazib qo'yingizlar. Rahmat. Az bunu sürüp tegizledi, daha üstüne şalk düşüp tegizlep asfaltı tayyorlashib avto ekskavator nima keldi. Buldozer sürüp yo'lga shuntab suv chachotadi. Tegizda suv chachishdi. Yo'lchilar ishlayotadi. Moto'na bu yer Qayragochdan boshlandi uje. Qayragochdan boshlab nima ko'rsatdi. Evet. Assalomualaikum. Ishga Yaxshi. Angredirine sürüyordu. Tamam. Süret kalanlar. No'qat yolu Qayragoch aylandan boshlanib, bu yer süret yönüne yo'qoladi. Allah'a kısmet ederiz onu. Daha ko'rsatishdi. Hech o zamonda ko'rsatib turamiz moto'g'onlar. Bizni qo'llab-quvvatlab tursangiz biz ko'rsatib turamiz og'ich. Hech o zaman manzara No'qat qarşıma tutgan kanalımız manzara tinchlik omon qilib qoladi.